Hürmetlik kitap anlaş topudaki dostlar. Ulug'bek Hazinesi 2. kısım 9. mavzuni o'qishga başlaymiz. Qo'lqonli kitapta bo'lsin. Mevlana Muhiddin Darvozixonaning taktidagi yer osti uyda o'ltiradi. To'g'risini aytganda, o goh o'ltirib, goh yerda chechilib yotgan temir tasak, eski qurol yarog, egar jabduqlari orasida müdürülüp soqulib, taqatsizlangan holda uyni aylanadi. Yerasti uy zindondek qorong'u edi. Ömrida zindon ko'rmagan Mevlana Muhiddin zindonga tashlanganligiga ishondi. Uydan chiqishida Mevlana o'zining ko'k saroyga so'roqqa chaqirtilganligiga, so'roqdan keyin qo'yib berilganligiga ishongan edi. Chunki atisi Salohiddin Zargarmi onun qo'liqiga shundoq deb pichirlab qo'ygan edi. Shuning uchunmi yoki boshqa sababdanmi? Ishqilib yo'lda kelayotganida Mevlana so'roq haqida emas, ko'proq Ali Qushchi bilan bo'ladigan yuzlashish to'g'risida o'ylagan edi. Chunki buni o'ylashi bilanla rasadxonadagi uchrashish esiga kelib, xiyolidan bir dammo nari ketmaydi. Her bir eslaganda Ali Qushchining yodingda bo'lsin Mevlana Muhiddin, to'pangda ustozning arvohi bor degan gaplar quloq tubida yangragandek bo'ladi. O ko'k saroyga yetib berib, atdan tushayotgandimi, xuddi Ali Qushchi kutib olgandek yuragi pokildab ketgan edi. Lekin uni Ali Qushchi emas, so'g'uq chiroy, qo'pol yasovulla qarshi edishdi. Ular Mevlana'ni boshlab darvozixondan o'tgandan keyin xuddi quduqqa tushayotgandek tik palampaylar orqali yer osti yo'lga boshlab tushdi-da, shu qop qorong'u uyga ittirib tashlab eshikni zanjirladi. Ko'k saroyga chaqirilganda hamisha jilvodor, yo'p-yo'riq uylarda shoyi va kimxob ko'rpalarda o'ltirib, ustozning qiziqarli paranglarini anglab odatlangan Mevlana Muhiddin hushini yo'qotib qo'ygandek, qayerga kelib qolganligini bilolmay uzoq turdi. Uni yerda qiymishib yurgan qurut qo'ng'izlar hushiga keltirdi. Uning quyuq sochlari tik turib, o'zini eshikka otdi. Ichi titildab, kichikkina mushlari bilan eshikni urdi va yo'g'on mis halqalarni tortdi. Lekin temir qoplangan yo'g'on eshik qimirlab qo'ymadi. Qo'rqinch va dahshatdan sovuq terga cho'milgan Mevlana eshikni qo'llari qonig'icha urdi. Keyin uni ochishga ojizlik qilganligini, bu qo'rqinch go'rga tirik ko'milganligini o'yladi-da, tizlanib o'ltirib, kichik boladek ho'ngrab yig'laverdi. Ya Parvardigor olam, gunohkor bandangni o'zing kechirgaysan. O ko'zlaridan taramlab oqqan yosh tomchilarini qo'li bilan surtib, yum yig'ladi. Va bu go'rga tirik ko'milganligini, sababsiz emasligini, Haq Taolo oldida kechirgusiz gunoh qilganligini o'ylab, o'ziga koyish qilib boshladi. O kecha kunduz toat ibodat qilib, xilvat joyda o'ltirib, Xudodan kechirim so'rash o'rnida dahri shohga shogird bo'lib, dahri ilmlar bilan shug'ullandi. O ulug' Xudoning dargohiga ko'z tikdi. Allohdan qo'rqmay, falakning sirlarini bilishga niyat qildi. Qisqasi, shaytonning kayniga kirib, ko'plagan noshar'iy ishlarni qildi. Endilikda Haq Taolodan qo'rqish o'rnida uning noshukur bandasi Ali Qushchidan qo'rqib o'ltiribdi. Egar jabduq va temir tasaklar orasida qimishib yurgan qurut qo'ng'izlar yana uning pochoqlarida o'milashga boshladi. Mevlana ochiqqiga chidamay sakrab o'rnidan turib, o'zini eshikka otdi-da,
Bütün vücudu kulakka aylanıp dank etip kaldı. Tikpelenpeylerden düşüp kelivatkan kopal ayağı tavuşları anlandı. Ya Perverdigar, öz panayыңды saqlagaysan. Gürüs kılgan ayağı tavuşları yıkılışıp, kolup zincirlerinin şarak şurukları anlandı. Yoğan iş geçirilip içilip, tar koridorda meşal tutkan iki yasavul göründü. Mevlana Muhiddin, men kemine. Mevlana Muhiddin yüzünü meşalının yoruğu aldı. Meşal tutkan alığa yasavul onun mürüsünü tutup kattık düşkeledi. Tokta, aklından ezipsen Mevlana. Keynimdin man. Mevlana Muhiddin tar koridorunun muzdek tamlarını silap sipap, tik pelenpeyla arkalık hasırap hömedep, yukarıga götürülüp etip, yeni köңlü bozulup, közüge yaş aldı. Tova, bu yoruk dünyanı körüş yine nisip ola mı? Karangı koridordan ütüp, aldıdı ketivatkan Yesavulla, onu kan doktor, atla kişnevatkan atxanala, güp bazgan urulup, tömür tesekle, tarak turuk kılıvatkan yer astı öylerinin yeniden başlap öttü. Oyluğa çıkkanda Mevlana'nın közü asmandaki sanaksız yıldızlağa. Köksaray gümbüzü üstüde muallak turgan ve güya sap tılladın yasalgandek tınık yaltıravatkan yerim ayga düştüyo derhal gözünü kaçırdı. Kökte çakmavatkan yıldızlağa karaş güya dini akidelerge şek keltiriştek tuyulup özü içe günahkar bendeni özün keçirgeysen Tanrım dep koydu. O kayak kıdır aldıraydı. Lekin nimigi aldıravatkanlığını özümü bilelmey, güya hemme nerse düşüdü buluvatkandek tuylattı. Kudukdek çoңqur, korkunçluk yer astı öydün çıkkandın kin, ula kirgen yup yoruk öyle. Altın şamdanladı yangan yüzlügen şamla. Kubbusaman havaren turistlarda yaltıravatkan altın kandille. Yerge selingan yumuşak ipek gilemle Mevlana'nı galite bir haletge düşürüp koydu. O xuddi bu haşametlik öylerini düşüdü kürüvatkandek buladı. Ve bayıqı mudhiş gör hem bu yoruk öylenin düşüdü kürüngen bulup çıkışını tileydi. O fakat çörüsüge dur ve unca örnütülgen nakışlık işiknin aldıdı toxtab, kök kimxap ton kiygen, bestik adamni körgendila, andın es huşini yığalıdı. Bu adamni o qayerdadır uçratqan idi. Onu Kudüs Emir İbrahim Tarxan'ın üyüde körgen idi. İsmi şerifi Emir Sultan Candar Tarxan idi. Ehtimal. Emir Candar'ın sakal baskan kıpkızıl yüzüde içiniş ifadesi cilve kıldı. O kapıkını türüp, tügmelerini etip, sellinizni tüzen, Mevlana, dedi. Hazır şah alilerinin aldığa kolluk kılgılı kirisiz. Mevlana Muhiddin aldırıp tınıp, Muhit çapınının tügmelerini etip, ihtiyarsız titravatkan kolları bilen sellisini tüzeştürgen boldu. İşkiriga kirip ketken Emir Candar qaytip çıkıp, kiring deb işaret kıldı. Mevlana Muhiddin yana tush ko'rayotgandek bo'lib, ishkiriga kirdi-da, odatda ustoz Mirza Ulug'bek o'ltirdigan oltin taxtning yonida qapiqini selib turgan, shalong bo'ritlari g'alita dingaygan kesal chiroy, egiz bo'yliq odamni ko'rib, pagada tizlandi. Qo'llarini qovushtirib, taxtning yonida putlarini kerib turgan Mirza Abdullatif Mevlana Muhiddin şumu degan ma'nida Emir Candarga yer ostidan ko'z tashladı. Shu boshlanishdi Emir Candar. Shahzoda kinoya bilan yijib, libini tishladi. Onun Mevlana Muhiddinni tunji qatim ko'rishi bo'lsa-mu, mashhurlikda Ali Qushidan qilishmaydigan bu olimning risolalarini o'qigan edi.
O bu meşhur risalelerini okugan çağlarda onun muallifini kandaktor tamamen başkaçı bir adam. Yani közü ötkür, sakalı köksüge düşüp turduğan salapetlik bir alim bolsa kerak dep oylaydı. Bugün mu Şahzade öz itikadının vaz geçip baş egip kelgen bu alimni Ali Kuşçu'dun mu bestlik ve şicaatlik bolsa kerak dep perez kılgan idi. Biroq onun ayığıda qara muvut çapını uruq bedinde tağardek lepenşip turgan nimcem bir adam tizlenip olturattı. Mirza Abdüllatif asta minip onun yeniga bardı. Ornunuzdan turun Mevlana. Mevlana Muhiddin aldirab tinib o'rnidan turib, Shahzodaga qiyo baxtida sungan tayoqdek ikki pukilgunicha turibli qoldi. Shahzodaning uning ko'zlari hayron qoldi. Mevlana'nın qo'rqqanligidan cho'ng-cho'ng ochilgan ko'zlari xuddi go'zal nozinlarnikidek uzun kirpiklik ve ma'sum edi. Shu sababdan bo'lsa kerak, Shahzoda nimishqidir paydadan yenib, "Nimishqa titraysiz Mevlana?" dedi. "Yuqori o'ting, o'ltiring." Mevlana Muhiddinning mo'ldirlab turgan ko'zlarida qo'rqinch aralash taajjub aks etdi. O xuddi andila uyg'ongan odamdek tamtirab, "Qulluq, ne'matlik shohim", dedi aralla. "Kamina oyingizga tizlang'ili keldim." "Yuqori o'ting, o'ltiring Mevlana." Shahzoda kulib, ustiga yipak ko'rpa silingan kursini ko'rsatdi. Shahzodaning kulganligini ko'rib, Amir jandarmo kulimsiradi. "O'ting Mevlana, yuqori o'ting." Mevlana Muhiddin xuddi bu kutilmagan takallufga ishonmagandek, jur'atsizlik bilan asta minib berib, Shahzoda ko'rsatgan kursida o'ltirdi. Shahzoda qo'lini qovushtirgunicha uningga yaqinroq kelib to'xtadi. "Mevlana Muhiddin, men sizning ilmiy riyozat ve felakiyat babida pütken risalalaringizni o'qigan edim." O sözünü oxirlashtirib bo'lguncha Mevlana Muhiddin derhal o'rnidan turib ta'zim qildi. "Ulug' shohim, afo qilg'aysiz, men g'ofil bandini shayton yo'ldan ozdirgan edi." Mirza Abdüllatif seskinib ta'rin turdi. O Mevlana Muhiddin'den bu gapni kutmagan edi. Aksicha Mevlana'nın öz itikadını himoya qilishini kutgan edi. Chunki Ali Qushchi bilan bo'lgan to'qinishdan keyin o nima uchundir ilmiy falakiyat haqida bas munozara qilishni, danqa olamga pur ketgan bu olimga o'zining ilmining yuqoriligini, zehnining o'tkirligini ko'rsatib qo'yib, ondan uni to'g'ri yo'lga qaytarib etishni orzu qiladi. Mevlana bo'lsa, "Hem şeytan yoldan azdırdı den Mevlana." "Şundak ulug' shohim, şeytan. Demek özünüz bütkül risallarga endi özünüz ishonmaysiz." "İshonmayman ulug' shohim." Shahzoda kinoyali kulimsirab yer ostidan Amir jandarga qaradi. Amir bo'lsa, "Mevlana yaxshi odam" degan ma'noda hijaydi. Shahzoda uningdan ko'zini uzib, yana qapqini turdi. Shunisi qiziqki, uning irodasiga shartsiz bo'ysunishga tayyor turgan bu nimjon Mevlana nimishqidir Shahzodaning g'ashligini keltirdi. O hozir nimani xohlayotganligini o'zimi bilmaydi. Agar Mevlana Muhiddin Ali Qushchiga o'xshash o'z so'zida, o'z e'tiqodida ching turgan bo'lsa, Shahzoda ehtimol bayiqidinmi qattiq g'azablanib, uni jallodga topshirib berishdan yaltaymagan bo'ladi. Lekin ajablanarligi shuki, Dahriy shohning suyimli shogirdi hisoblangan, Mag'ribdan mashriqcha dang chiqargan bu olimning subatsizligi uningga nima uchundir yoqmadi. O o'z ko'nglida Ali Qushchiga qarshi chiqqan olim Ali Qushchidanmi iqtidorli bo'lsa kerak deb
oylagan edi. Mevlana bolsa Mirza Abdullatif'teki qiziqish birdilla yo'qab, o Emir Jandarga elib chiq buni deb buyruq bermoqchi bo'ldi-yu, kitoblar esiga kelib Mevlanaga burildi. Rasadxonadagi kitoblarning sonini bilirsiz, Mevlana. Mevlana Muhiddin ko'zlarini yana sadoqatmanlik bilan mo'ldiriltib boshlanishdi. 10-15 ming parchadek bor, ehtimol onundamı köprektir, Ulug' Shohim. Qaysi kitap, qaysi qo'l yozmalarning yo'qolganligini yaxshi bilirsiz. Bilish qiyin emas, Ulug' Shohim. Xo'sh. Mirza Ulug'bek Hazratlari barliq nadir kitoblarni, kupor kitoblarni dang. Apoqling, Ulug' Shohim. Barliq kupor kitoblarni ayırıp alayda saqlaydi. Bular arasida Rum ve Çin'den, Mısır ve Parangistan'dan, Hindistan ve İstanbul'dan ilip kelgan kitoblar. Kam uchraydigan qo'l yozmalar bor edi. Biroq hammasi yo'qolibdi. Navara Ünnahir ve Xurasan olimlarining asarlari ayrim saqlanadi. Bu kitoblarni necha ming parchadan oshadi. Bu kitoblarni Ali Qushchi ushirganligini qanday bilasiz? Mevlana g'ort qilib yutundi. Mevlana Ali Qushchi o'z og'zi bilan iqror bo'lgan edi, Ulug' Shohim. Altın ve javohirlarni ushirganligini o'z og'zi bilan iqror bo'lganmidi? O'z og'zi Mevlana Muhiddin gap qilolmay duduqlab qoldi. Xo'sh. Şahzade bir çamdapla onun qishig'i bordi ve o'rnidan turmoqchi bo'lgan Mevlana'ni mürisidan besib o'ltirg'izdi. So'zlang, Mevlana. Ustoz Mirza Ulug'bek Hazratlari Mevlana Muhiddinning chiroyi tatirib jim bo'lib qoldi. Xo'sh, varqirab tashladi Shahzoda. Dahri Shoh, toj taxtdan judo bo'lishdan bir hafta muqaddam Mevlana Ali Qushchini chaqirtib, bu gunoh ishni onunga yuklagan ekan. O zot bu sirdan kaminini vaqif qilgan edi. Nima maqsadda sizni vaqif qilgan ekan? Maqsadi bu gunohi azim ishqa kaminni tartmoq edi. Siz bosh qo'shmadingizmi? Asla, Ulug' Shohim. Faqirni bu gunoh ishdan Haq Taolo o'zi saqladi. Hem Şahzade Emir Jandarga yana yer ostidan qarab qo'ydi. Bo'shib turgan Emir Jandar maydasini kerib, qaddini ruslab, "Chaqiraymi?" dedi. Ali Qushchini elib kiraymi? Ali Qushchining ismini anglagan Mevlana Muhiddin shaqqada Emir Jandarga qaradi. Onun mo'ldirilgan quyuq kirpiklik ko'zlarida qorqunch aralash yilanish alomati jilva qildi. Emir Jandarning chiroyi o'ngib, "Mevlanada ayib yo'q", dedi yalvirgan ohangda. "Imonsiz Ali Qushchi", dedi. Shahzoda shalong bulutini g'alati dingaydi. "Yo'q", dedi qat'iylik bilan. "Mevlanani ol murtadning qishig'i elib bering. İkisini bir zindonga tashlang. Mevlana bu sözlerini ol bitavpuqning yuziga solsin. Andin birga elib kelin." Mevlana Muhiddin kursidan halsizlangan holda siyrilib tushib, Shahzodaning oyog'iga yiqildi. "Shafqat qilg'aysiz, Ulug' Shohim. Elib chiq buni." Shahzodaning ko'zlari chakchib varqirib etdi. Chiroyida qon qolmagan Emir Jandar ojizgina Mevlananing qo'ltiqidan oldi. "Savri qiling, Mevlana." Mevlana Muhiddin Emirning so'ziga quloq solmay, onun qo'lida kichik boladek tipirladi ve ko'z yoshlarini yuziga surtib, yum yig'ladi. Shahzoda ta'rini turib, ta'tir qarab oldi. Qadrli kitob anglovchi do'stlar, Ulug'bek Hazinasi 2-chi qism 9-chi mavzu tugadi. 10-chi mavzuda ko'rishimiz. Xushvaqt bo'linglar.